Hey hammaga salom bo'ldi. Bugun sizlar bilan voice gapim bo'ladi. Bugungi videoda biz endi to'g'ri bilasizlar 07 da yuraman. Kia olaman o'tgan videoda aytdim. Yangi biznes oldim. Ko'rmaganlar bo'lsa o'tgan videoni o'tib ko'rishinglar. Lekin yangi biznes boshqa zo'r bo'lib ketdi. Mashinalar esa taqir-tuqir keldi-yu. Endi shunaqa qilib men bu 07 ni sotib olaman. O'rniga bitta Kia K5 olaman. Shunaqa qilib endi sekin men u odamga aytib qo'ydim. Shu ustaxona yoniga kelasiz dedim. O'zim ustaxonamga. Men keyin Kia ham ko'rib qo'yganman. O'sha buni sotsam bemalol pul yetadi. Buni sekin mamtga qo'yamiz. Pulni kartaga o'tkazgan odam to'plab turib bolaga berib ketamiz, o'ziga keyini berib yuborishadi. Buni tortmay soqqayman. Chunki bu tortmada faqat bolalar biladi nimalar qo'yib qo'yishimni. Pul bo'lsa ham shu tortmada turadi, kalt bo'lsa ham Veli ham shu bolalarniki bittasiniki. Zo'r ekan lekin. Hayır 07. Nomer olib qolaman lekin. Nomer вообще четкий. Nomeriga chiqib olsam bo'ldi. 07 bilan xayrlashamiz. Ham bir eski mashina edi. Kiyani olib kelgan videom keladi. Kiyani egasi bilan gaplashib qo'yganman, hozir o'shani oldiga ketaman. Mana bolalar Kiyani ham olib kelib oldim. O'sha 07 ni olib ketib bo'lishibdi, nomer qo'yib qo'yishibdi. Mana nomeri ham taqib qo'ydim, o'sha reysga oldimda taqdim. G'alay bo'pti bo'ldi. Mashkiya mashta orqasidan keldi. Kreditni ham yopib bo'ldim. Lekin o'zimni biznesim, o'zimni mashinam yaxshi. Endi 07 ham menikida. Eskiroq edi u. Bu ham yaxshi. Mana ko'rasizlar. Men hozir qo'limda $50,000 bor. Mana ofis bor, mana ustaxona. O'sha yerda bitta odam $200,000 so'rayapti. Otasi so'rayapti, hamma narsasi bilan. Klient yaxshiligiga. Men esinglarda bo'lsa, u kafe bor, o'sha yerda sotmoqchi edim. Bu yerda men $100,000 ga olganman. O'shanga hozir agar sotsam $250,000 bo'ladi. $20,000 ga men mashinaga bitta narsa qilaman. Qarchi bu davlatda shunaqa narsa borki, nomeringizni nimada qizildan o'tib ketsangiz ham, tez yursangiz ham shtraf kelmaydigan qilib qo'ysa bo'ladi. Men shunaqa qildirib qo'ymoqchiman. Chunki men videoda gapirib ketayotganimda ko'rmasdan ketishim mumkin. Shunaqa. O'shaning uchun shunaqa qildirib qo'yib $20,000 ketadi, keyin $230,000 qolyapti. $230,000 ga mana kafe bor. O'sha yerda sotmoqchiman. Bu kafe $120,000 ekan. Keyin men yangi uy ham olmoqchiman.
ustaxonada ham klitlar yaxshi, no butda ko'proqda. Birinchidan butda ko'proq, ikkinchidan yaxshi dedi daromadi ham. Nima qilsam ekan, sotib olsammikan? Ko'rasizlar, kattagina yaxshi. Ko'rasizlar, hamma narsasi tayyorda. Bitta sotsa bo'ldi. Hozir men gaplashib ko'raman, mashinada o'tirib oldik. Shu odam bilan gaplashib ko'raman. Agar hopsa bo'ldi. Telefon qilay. Bo'ldi, gaplashdim. U odam aytdi $200,000 agar hamma opsiyani shina-bina narsalarni ham tashib ketsang, senga bonus yana $20,000 qo'shib beraman dedi. Meni ham u biznesmen. Men hop dedim. Hozir u menga plastikdan tashiyman dedi, chunki bu davlatda naqd bilmayman kam, vashi kam. Hammasi plastik. Naqddan olishadi endi. Ko'pincha plastikda. O'shaning uchun plastikni tashiyman dedi. Men hop dedim. Shu ishxonadagi bolalarga ham aytdim, bolalar sotilyapti shu. Ishchilar ham qoldirdi. Bo'ldi. Kalit bo'ldi. Men kartam tashiydi, nomimga o'tkazib beraman bo'ldi. Hozir men notariusga borishim kerak. Notariusga borsam, uyimni ham sotsam, men o'zi boy ketmas, men boyvachchaman. Kafening egasi bilan ham gaplashdim aytgancha. Kafening egasi bilan ham gaplashdim, $120,000 dedi. Bo'ldi dedim. U ham notariusga otdi, riski ham nomiga o'tkazib berganda, keyin unga ham o'tkazib olaman bo'ldi. Qilib olam Guliston. Yaxshi, to'g'rimi? Pulli ko'p bo'lib turgani yaxshi. Notariusga vaqt bor, bemalol aylanib yuraman, o'shaning uchun. Qo'yaman deb kirib endi ularga telefon qilsam, kelsa taslim nomiga o'tkazib beraman, taslim nomimga olaman. Voy. Ochiladi deb o'yladim. Shu yerda kutib turaman. Bo'ldi, hamma ish bitdi, notarius hammasi bitdi o'sha. Endi kafe meniki, ustaxona bilan gaplashdik. Signal chalaverar ekanda yo'q. Mana ustaxona. Mana. Xayr endi ustaxona. Lekin yaxshi pulga sotdik. Bu odam ustaxonani o'ziga $150,000 to'layapti.
Klientlar ko'pligi yana qo'shyapti. Shunaqa. Keyin men aytgancha yana $20,000 to'lab, o'sha qizillardan o'tsam ham rangli shtraf kelmaydi. Kelsa ham o'chirtirsa bo'ladi yoki agar o'zim xohlasam to'lab yuboraman. Xohlaganimcha ulaman o'sha. Bo'ldi. Video o'chib qoldi bolalar, bilmayman nima bo'ldi. Shalab bitta qarasam video o'chib qolibdi. Endi sekin yangi uy haqida gapirayotgandim. Yangi uy ham vashshe joyda. Ko'rsatma yangi uy. Biznesmenman deyman. Bemalol endi boshqa shaharlarga ham borsam bo'ladi. Mana shu to'rdagi sariq uy. Ko'rasizlarmi? Ham o'tirsa ham bo'ladi. Mashina ham qo'yib qo'ysa bo'ladi. Vashshe mana. O'tirsa bo'ladi. Veyligim yo'q deb olsa mashina uchib tushib ketardim. Bu nima unaqa qilishgan tushunmadim lekin. Ko'rib turibsizlar bolalar, bugungi videoyim tugadi. Keyin oldim, uy oldim, yana biznes oldim. Shunaqa qilib keyingi videoda nima qilishimizni aytsanglar, men keyingi videodagi planim bor. Aytsanglar yana qo'shib qo'yamiz. Hammaga xayr.